Dunyoda o'yinga tushib, Mercedes ustidan kulgan brend. Nio ET9 bitta paysda 650 kilometr yuradi. Top qilib faqatgina balonni R23 chiqsanglar bo'ladi. To'liq elektrda yuradigan mashina. Bagaj qismlari liftback. Orqa ko'rinishi. Baka o'ylari kamerali emas, общий mashinada orqa tarafida ikkita monitor, oldida priborlar uchun ingichka monitor va 15.6 dyumli o'rtada multimedia monitori и Broadway ham monitor hisobida ishlaydi. Sidenalari full abagriv abduf, orqa taraflarida ham ko'rib turganingizdek qora rangi bor, oq kuzovi bor и mana ko'rib turgan sini, qorani matvisi bo'ldimi bu? Bu qora matvi, bu ranglari уже pulli, kumush rangi, tilla rang desa ham bo'ladi. Hop, bu bardovisi и bu yashil rangi ekan. Bular hammasi pulli ranglari. Buni ko'radigan bo'lsak, salonda qora rangi bor ekan, и kelgan oq bilan seri rang kombinatsiya qilingan. И bu shikolat rangi emas, bu bejviy rangi desa ham to'g'ri bo'lsa kerak.